Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Rossiya Federatsiyasida migrantlarning rus tilini bilishi haqidagi bir necha ming sertifikati bekor qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. 2024-yilda migrantlar uchun rus tili bilish haqidagi 9 mingdan ortiq sertifikat bekor qilindi. Bu haqda Rosovnadzor rahbari Anzor Muzayev Sankt-Peterburg xalqaro yuridik forumi sessiyasida ma'lum qildi. Bundan tashqari, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng bunday huquqbuzarliklar soni 3 barobar kamaydi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aniqlangan huquqbuzarliklar soni qariyb 3 barobarga kamaydi. Gap bekor qilingan guvohnomalar haqida bormoqda va asosan bularning barchasi o'zgartirishlar kiritilgunga qadar amalda bo'lgan eski berilgan hujjatlar, degan u. Muzayevning eslatishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 203 ta huquqiy imtihon o'tkaziladigan joylar mavjud. Bularning barchasi federal muassasalar yoki sho'ba korxonalar. Bular davlat tuzilmalari, ularning tijorat tuzilmalariga hech qanday aloqasi yo'q, deya aniqlik kiritgan u. 2024-yil noyabr oyida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin chet el fuqarolari uchun rus tilidan imtihonlarni uchinchi shaxslar tomonidan tashkil etish va o'tkazishni taqiqlovchi qonun imzoladi. Rus tilini bilish Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslarini bilish sertifikati faqat hukumat tomonidan imtihon o'tkaziladigan muassasalar ro'yxatiga kiritilgan davlat muassasalari tomonidan berilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasida rus tilini bilmaydigan migrantlarning farzandlarini maktablarga qabul qilishni taqiqlovchi qonun mavjud. Migrantlarning bolalarini boshlang'ich, umumiy, asosiy, umumiy, o'rta va umumiy ta'lim dasturlariga o'qishga qabul qilish faqat rus tilini bilish bo'yicha test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirdagina mumkin.